Assalamu alaykum, hörmətli televizor görgüçülər. Yaxşımsızlar? Yaxşımsızlar. Dünya Uyghur Qurultayı Tor televiziyasının günlük xəbərlər proqramısıga hammanglar xush kelibsizlar. Mən riyasetçi İftixar Abdurshid. Mən riyasetçi Zümrəday Erkin. Hammalarning cümə kuniga muborak bo'lsin. Hörmətli görürmənlər, tövəndə diqqətinizlər günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatıda bolsun. 7 ayının 21 günüdən 23 günügacha Yaponiyaning poytaxti Tokioda o'tkazilgan xalqaro diniy erkinlik oliy yig'ini Uyg'urlar duch kelayotgan diniy ziyonkashliklarni, bo'libmi irqiy qirg'inchilikni xalqaroga anglitishda kuchli sahna bo'lgan. Bu yig'inga Amerikaning sobiq tashqi ishlar ministri Mike Pompeo, sobiq xalqaro diniy erkinlik bosh elchisi Sam Brownback apandi ve köp sanda Asiya devletlerinin rehberleri iştirak kılgan. Mike Pompeo bu yığında Amerika hükümeti çıkargan irqi qırgınçılık kararının maqullanış jarayoni to'g'risida ma'lumot bergan edi. Mazkur yig'inga Uyg'urlarga vakolatan Dünya Uyghur Qurultayı İcraiya Komitetining raisi, Uyg'ur kishilik huquq qurilishi direktori Ömer Qanat, Yaponiya Uyg'ur jamiyatining muavin raisi Savut Mehmet ve ushbu jamiyatning sobiq raisi Ilhom Mahmud apandilar qatnashgan. Mazkur yig'in insonlarning bo'libmi Asiya davlatlaridagi kishilarning diniy kimlik sababidan kamsitilishga va zulmga uchrashiga qarshi turishni asos maqsad qilgan bo'lib, Ömer Qanat apandi Uyg'urlarning navbatdagi ig'ir vaziyati to'g'risida doklad bergan. Ömer Qanat apandi bu yig'inda Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining asosli temaga aylanganligini, bo'libmi Mike Pompeoning nutqining kishilarning qiziqishini qo'zg'aganligini bildirib, mundaq dedi. Yig'inning eng qiziqarli va muhim tarafı Amerikaning sobiq tashqi ishlar ministri Mike Pompeo apandi yig'inda so'z qildi. O so'zida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi masalasini tilga oldi. Shundaqla bu qirg'inchilikni e'tirof qilish qarorini qanday berganligini tafsiliy tushuntirib o'tdi. Uyg'urlar orasidami nima uchun hukumat tushib ketishdan burun bu qarorni olganligi to'g'risida ba'zi savollar bor edi. Buningga javob bergan bo'ldi. Bu qaror 2021-yili 1-ayning 19-kuni berilgan edi. U bu qarorni ma'qullashda sobiq xalqaro diniy erkinlik bosh elchisi Sam Brownback apandimning zo'r rol o'ynaganligini ta'kidlab o'tdi. Mening bu yerda demoqchi bo'lganim Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi bu qatim Tokioda chaqirilgan xalqaro diniy erkinlik oliy yig'inining muhim temasi bo'ldi. So'zga chiqqanlarning hammasi degidek Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini tilga oldi. Ömer Qanat apandi bu yig'inda Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi va Uyg'urlarning navbatdagi vaziyati to'g'risida maxsus doklad bergan bo'lib, dokladning tub mazmuni haqida to'xtalib mundaq dedi. Men so'zimda Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining hozirmi davomlashayotganligini va bu irqiy qirg'inchilikni nemishqa irqiy qirg'inchilik deymiz deganni izohlab berdim. Onundan başqa Uyg'ur sotining qarori, Amerika qatorliq 11 davlat parlamentining bu vaqtdagi qarorlarini anglatdim. Mutaxassislarning dokladlari, lager shahidlarining anglatganlarini o'ttirib qo'ygandan keyin buning bir irqiy qirg'inchilik ekanligini, Xitoy hukumatining buni inkor qila olmaydiganligini o'ttirib qo'ydim. Orqadan Yaponiya Uyg'ur jamiyatining sobiq raisi Ilhom Mahmud apandi irqiy qirg'inchilikning rayonga ilib kelgan ta'siri temasida so'zlagan. U bu vaqtda ma'lumot berib mundaq dedi. Mening so'zlagan temam irqiy qirg'inchilikning rayonga ilib kelgan ta'siri bo'lg'achqa, irqiy qirg'inchilik tufaylidan vatanimizda emgak kuchining kamlab ketganligi, iqtisodiy ta'sirining kuchli bo'layotganligi, Uyg'urlarning kun sayin namoratlashib, nupusining shiddatli azlab ketayotganligi, Uyg'ur madaniyatining yo'qolayotganligi yoki majburiy holda Xitoy madaniyatiga singdirilayotganligi, Uyg'ur madaniyatini Xitoy madaniyatining bir qismi qilish uchun Xitoyning qattiq kuchayotganligini so'zlab o'tdim. Yaponiya Uyg'ur jamiyatining muavin raisi Savut Mehmet apandimmo irqiy qirg'inchilik uchrayotgan Uyg'urlarga vakolatan bu qitimliq kengashga qatnashgan. U bu yig'inda Mike Pompeo apandidan savol so'rash fursatiga erishganligini, Pompeo apandining uningga tafsiliy javob berganligidan xushal bo'lganligini bildirdi. Yig'in oxirlashgandan keyingi kunlarda Yaponiya Uyg'ur jamiyatining raisi Ahmadjon Letib, Ömer Qanat, Savut Mehmet apandilar va Yaponiya Uyg'ur jamiyati rahbarlaridan tarkib topgan hay'at Yaponiya parlamentidagi Uyg'ur do'stlik guruhi a'zolari bilan ko'rishib, Uyg'urlarning ba'zi talablarini yetkazgandan sirt, ularga Uyg'urlarning va Uyg'ur davosining navbatdagi vaziyati to'g'risida ma'lumot bergan. Bu haqda bugun stansimizning maxsus ziyoratini qabul qilgan Ömer Qanat apandi Yaponiya parlamentidagi Uyg'ur do'stlik guruhi bilan o'tkazgan uchrashish haqida ma'lumot berish bilan birga, Yaponiya Uyg'ur jamiyatining Yaponiyadagi Uyg'ur davosini anglitishda ko'rsatgan xizmatlarini muayyanlashtirib, tovandikilarni bayon qildi. 24-isi Yaponiya parlamentida Yaponiya Uyg'ur do'stlik guruhining raisi Furiya apandim, muavin raisi Bayashi apandim va shuningga o'xshash boshqa mas'ullar bilan shu guruhning rahbarligidagi mas'ullar bilan ko'rishish, uchrashish imkoni bo'ldi Yaponiya parlamentida. Bu suhbat jarayonida bizningki ilib borayotgan faoliyatlarimiz, g'arb dunyosida ilib borayotgan faoliyatlarimiz, nimalarning bo'layotganligi bu g'arb dunyosida bu haqda ma'lumot berdik ularga.
bu uchrashuv albatta o'sha Yaponiyadagi Yaponiya Uyg'ur jamiyatininki o'rinlashtirishi va yordami bilan bo'ldi. Bularga bu yerda nayta minnatdorligimni bildiraman. Yaponiya albatta Yaponiya parlamentida nayt kuchli bir Uyg'ur do'stlik guruhi var. Bu do'stlik guruhininki Furiya efendimning bergan ma'lumotga qaraganda hozir 73 a'zosi bor ekan. Nayt kuchli bir guruh. Bu guruhninki faoliyatlarini biz yeterlik ko'rmaganligimizni aytdik. Chunki bu shundoq bir kuchli guruh bizniki Yaponiya parlamentida shundoq bir kuchli guruhimizning turib, Yaponiya hukumatining hozirgacha bu Xitoyga qarshi ya'ni yeterlik tadbir olmayotganligini bu so'zliq o'zlariga va chunki Yaponiya qila oladi, qilish kerak va g'arb dunyosida qilayotgandek u yerdan aytib Xitoy rahbarlariga jazo tadbiri qo'llanish Amerikada masalan, Yevropada shundoq boshqa davlatlarda nurg'unlagan tadbirlar ilindi. Shuningga o'xshash tadbirlarningki bu nimada Yaponiyada ilinishi keraklik edi. Yaponiya parlamentida masalan boshqa davlat parlamentlarida nurg'unlagan guvohlik berish yig'inlari, nurg'unlagan qarorlar ilinyotidi. Xitoyni ayblab, Xitoyni bu erkak qirg'inchilikni to'xtatish to'g'risida Xitoyga chaqiriq qilgan nurg'unlagan bayonotlar, qaror loyihалari qabul qilindi. Ammo Yaponiyada tahi shu bir qaror loyihasi qabul qildi. U nayta bir ilaqi yengil bir talaffuzda Xitoy e'lon qilingan bir qaror loyihasi. Buningda u Xitoy bizningki Sharqi Turkistondagi inson haqlari tilga ilingan. Shuning o'xshash nayta biz uchun qanoatlanarlik emas bir qaror loyihasi. Ama Yaponiya tarixida tunji qitim ilingan qaror loyihasiga bu boshqa bir davlatdagi kishilik huquq dafsandirchiligini tanqid qilib ilingan tunji qaror loyihasi ekan, lekin bu yetarlik emas. Mushu masalalar hamda Xitoy bu o'tgan yildan beri nayta bir boshqa bir vaziyat shakllandi dunyoda siyosiy jihatdan. Buningga qarshi taqobil turish uchun nimalarni qilamiz biz Uyg'ur masalasini kun tartibida tutib turish uchun shu masalalar haqida nayta yaxshi tafsiliy ma'lumotlar, nayta yaxshi tafsiliy so'zlashdik. Undan keyin Yaponiya bu nimasigimi ko'p rahmatimizni aytdik, chunki hammanglarning xabari bor. O'tgan yili mushu Yaponiya parlamentidagi Uyg'ur do'stlik guruhininki yordami bilan, shularning qo'llashi bilan Yaponiya parlamentida ikkinchi qitimliq xalqaro Uyg'ur minbari yig'ini ochildi. 2 kun davomlashdi. Bu Yaponiyaningki tarixida tunji bir ish bo'lishi mumkin, chunki boshqa bir millatningki kelib Yaponiya parlamentida bundaq bir cho'ng faoliyat ilib borganligi tek anlab baqqan bir nima emaskan, nurg'un odamlarningki aytishicha. Mushu faoliyatningki nayta g'albilik, dog'dug'uliq o'tkazilishida Yaponiya parlamentidagi mushu Uyg'ur do'stlik guruhininki nayta cho'ng roli bo'ldi. Shular bo'lmasa biz bu faoliyatni Yaponiyada elib berish imkoniyatimiz balki yo'qdi. Bu yerda albatta Yaponiya Uyg'ur jamiyatining qanchalik muvaffaqiyatli bir faoliyat elib berayotganligini yana bir qitim sizlarga deyishimiz kerak, sizlarga bildirishimiz kerak. Chunki Yaponiya Uyg'ur jamiyatini har jihatdan taqdirlashga loyiq bir jamiyat va shu jamiyatningki oz odam bilan bu jamiyat mushundaq cho'ng faoliyatlarni o'rinlashtirish, Dunyo Uyg'ur qurultiyi bilan hamkorlashib o'rinlashtirish, mushu logistik ishlarga qarash, uningdan keyin mushu Yapon parlamentlarini mushundaq faoliyatning Yaponiya parlamentida o'tkazilishi uchun bularni qoyil qilish masalasida albatta Yaponiya Uyg'ur jamiyatininki nayta roli cho'ng bo'lgan. Shuning uchun ularga yana bir qatim rahmat aytamiz.
7 ayning 24 kuni Xitoy bilan Rossiyaning bombardimonchi aeroplanlari Amerikaning Alyaska havo bo'shlig'iga yaqinlashganda Amerika bilan Kanada kurashchi aeroplanlari ularni to'sib olgan. 25 iyul Amerikaning To'palik xabar to'rida berilgan ma'lumotga qaraganda, Shimoliy Amerika havo mudofaa qo'mondonlik shtabi 24 iyul kuni bu vaqt uchur berib, Amerikaning Alyaska shtati havo bo'shlig'i doirasiga yaqinlashgan Rossiyaning 2 bombardimonchi aeroplani bilan Xitoyning 2 bombardimonchi aeroplanini bayqab iz qo'g'laganligi hamda ularni to'sib olganligini bildirgan. Qo'mondonlik shtabining qayd qilishicha, bu bombardimonchi aeroplanlar Amerika bilan Kanadaning havo bo'shlig'iga kirmay, faqat xalqaro havo bo'shlig'ida harakat qilgan. Şoňa buni Amerika bilan Kanadaga sindigan tehdit dep qarashqan bolmaydı ekan. Ammo Xitoy bilan Rossiyaning Amerikaga qarshi ittifoqligi va raqobatlarini nazarda tutganda, ularning harakatlarini davomli kuzatish kerak ekan. Amerika davlat mudofaa ministrligi yaqinda Shimol qutb rayoni strategiyasini e'lon qilgan bo'lib, uningda Xitoy bilan Rossiyaning Shimol qutb rayonida hamkorlikni kuchaytirayotganligi, uningga taqobil turish kerakligi o'tirib qo'yilgan edi. Uningda berilgan ma'lumotda yer shari klimatning isishi Şimal qutbdagi muzlarning erish natijasida Tinch okean bilan Atlantik okean bo'yidagi cho'ng iqtisodiy gavdalarni bir-biriga tutashtirgan dengiz yo'li ichilishga boshlaganligi, Xitoy bilan Rossiyaning buningda o'rtaq manfaati borligi ko'rsatilgan edi. Rossiya bilan Xitoyning bombardimonchi aeroplanlarini to'sishga bu qatim Kanadaning kurashchi aeroplanlari qatnashgan bo'lib, Shimoliy Amerika havo mudofaa qo'mondonlik shtabi buningdan keyin keladigan xavfga qarshi birlashma havo mudofaa sepini texnik mustahkamlamoqchi ekan. Yaqinqi yillardan buyon Xitoyning iqtisodiy kasatlashib, uy mulk bozori ko'pikka aylanib, iste'molchilarning ishonchi tövallab menayotgan bo'lib, chet ellik mablag' solg'uvchilarmi Xitoydan qaytishga boshlagan. Xitoy Markaziy bankisi o'sim nisbatini tövallitib, butkul Xitoy bank sistemasiga 25 milliard dollar mablag' solganligini jakarlagan bo'lsa-mu, iqtisodshunoslar va mablag' solg'uvchilar buning ishga yaramaydiganligini o'ttirib qo'ymoqda. Wall Street jurnali gazetining 25-iyulda bergan xabarda aytilishicha, Xitoy Markaziy bankisi bu yil kirgandan buyon iqtisodni jonlantirish uchun pul muomala jihatida ko'plagan kengchil siyosatlarni yo'l qo'ygan bo'lsa-mu, Xitoy iqtisodida yaxshilanish ko'rilmagan. Xitoy Markaziy bankisining bu qatim o'sim nisbatini tushirish orqali Xitoy iqtisodini qayta yuksaltirmoqchi bo'lishi Xitoy amaldorlarining navbatdagi iqtisodiy cho'kishga bo'lgan andishasini oshkorlab qo'ygan. Shi Jinping bu qatim Xitoy Kompartiyasining 20 navbatlik 3-chi umumiy yig'inida Xitoyni Amerika bilan raqobatlasha oladigan qudratli fan-texnika davlatiga aylantirish nishonini o'ttirib qo'ygan bo'lib, bu nishonga yetish uchun iqtisodni gullantirish Xitoyning bugungi eng halqiliq nishoni bo'lib qolgan. Ammo armonga tushliq darmon yo'q degandek, Xitoy iqtisodiy davomli chekinish holatida turmoqda ekan. Xabarda aytilishicha, Xitoyning bu yilgi 2-chi fasllik iqtisodiy ish nisbati tövallab 4,17% tushib qolgan bo'lib, birinchi fasldagi 5,13% dan tövan bo'lgan. Xitoy pulining dollarga ayirboshlash nisbati o'sib, hozir 1 dollarga 7,122 yuan to'g'ri kelgan. Xitoyning qarzi ishib ketayotgan bo'lib, Xitoy hukumatı uy mulk bozorining rostili ko'pikka aylanishidan ansirmoqda ekan. Xitoy Kompartiyasining 20 navbatlik 3-chi umumiy yig'indan keyin e'lon qilgan islohot planimi chet el korxonalari va mablag' solg'uvchilarga ishonch berilmagan bo'lib, Hong Kongdagi pay cheki tushib ketgan. Yana kelib, Amerikaning sobiq prezidenti Donald Trumpning kelgusida saylanib qolsa, Xitoyga ig'ir boj qo'ydiganlik va'dasimi Xitoy iqtisodiga yoshirin zarba bermoqda ekan. Hörmətli görürmənlər, yuqurda diqqətinizlərə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Keyin qətimlik sanımızgacha görüşkicha aman bolğaysızlar. Stansımızın YouTube kanalına əza buluşunu unutmang. Xeyir xoş. Thank you.